Davlat rahbarining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash borasida Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti xodimlaridan iborat respublika ishchi guruhi tomonidan Farg'ona viloyatida targ'ibot-tashviqot ishlari o'tkazildi. Navbatdagi ana shunday tadbirlardan biri Farg'ona shahar Mash'al mahallasida bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyati qo'riqlash boshqarmasi mas'ullari tomonidan ushbu mahalladagi aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan obod va xavfsiz mahalla tamoyili doirasida o'tkazilgan tadbirda xavfsizlikni ta'minlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni profilaktika qilish, mulkiy turdagi jinoyatlarni barvaqt oldini olish hamda mol-mulklarga zarar yetkazish holatlariga chek qo'yish maqsadida ko'p qavatli fuqarolar yashash xonadonlarining kirish yo'laklariga tashvishgoh uychalari o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Tadbir davomida aholiga qo'riqlash xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari, tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlarining imkoniyatlari, qo'riqlash signalizatsiya vositalarining ishlash prinsiplari malakali mutaxassislar tomonidan tushuntirildi. Yakunida o'z savdo do'konlarini qo'riqqa topshirish istagini bildirgan tadbirkorlardan belgilangan tartibda arizalar qabul qilindi.